Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan YouTube kanali ochishni 2025-yilda to'g'ri ochish haqida video olamiz. Birinchi navbatda albatta YouTube'ga kiramiz. Ko'pchilik buni bilmaydi, lekin bu juda oson. Aslida YouTube kanali ochish men o'zim ham ochganman. Mana turibdi. Xullas. Kiramiz. O'zingizni ochgan akkauntingizga kirasiz. Mana o'zimning kanalim Minecraft yo'nalishida va mana bu yerdagi hozir ko'rsataman. Hisob almashtirish degan joyga bosasiz. Bosganingizdan so'ng siz ochgan akkauntlar kelib chiqadi va mana bu yerdagi plus belgisini bosasiz. Bosganingizdan so'ng shunaqa narsa kelib chiqadi. Uzr do'stlar, men hozir pauza qilib turishim kerak. Mana kirmoqda. Boyagi joy meni telefonimni qulfi edi, ochganda. Telefonni yoqib turib ochganda parol edi. Bu juda ham oson. Bu yerda hisob yaratishni ustiga bosasiz va shaxsiy foydalanishim uchun degan joyini bosasiz. Va kirib ketadi. Bu yerda kanal nomini kiritishingiz ham mumkin. Men o'zim ixtiyoriy o'zim ochmoqchi bo'lgan kanalning nomini kiritdim. Kanalingizning nomini yozishingiz kerak bo'ladi u yerga. Xo'p, yilga 2000 qilishingiz eng yaxshisi, chunki 2000-yil ancha yaxshi. Xohlagan oyingizni tanlaysiz, kunga ham xuddi shunday. Va jinsga men erkak tanlab qo'ydim. Va bu yerda gmail so'raydi. O'zingiz shaxsiy yozmoqchi bo'lsangiz, shuni ustiga bossangiz, shaxsiyning ustiga o'zingiz yozishingiz mumkin. Men o'zim tanlayman. kardayev680gmail.com. Mana shuni tanladim. Va endi parol qo'yishingiz kerak bo'ladi hozir do'stlar. Do'stlar, mana ixtiyoriy parol kiritdim. Akkaunt tayyor bo'lmoqda. Akkauntdan keyin kanal yaratish juda oson. Mana do'stlar, akkaunt tayyor bo'ldi. Keyingina bosamiz. Va mana akkaunt tayyor. Roziman deb bossangiz bo'ldi. Hozir mana shu rozimanni. Buni bosganingizdan so'ng hozir YouTube'ga kirib o'sha akkauntga o'tkazadi. Hozir do'stlar biroz kutib turadi-da. Ochib bo'lgandan so'ng videoni yoqaman. Undan keyin mana shunday Google xizmatlari degan joy chiqadi. Bu yerda hech nima qilmasdan kutib turishingiz kerak. Va mana YouTube'ga o'tkazdi. Mana endi o'sha akkauntga o'tamiz. Ana akkaunt tayyor. Va mana bu yerda yana siz degan joyiga o'tasiz. O'tganingizdan so'ng yana bir bor mana bu hisob almashtirish degan joyiga o'tasiz. Mana ochgan yangi akkauntingiz o'sha o'zingiz kanalingiz bo'ladi. Va shuni ustiga shu yaratgan akkauntingizni ustiga bosasiz. Men o'zim ixtiyoriy yaratdim. Bosganingizdan so'ng YouTube'da boshqatdan boshlaysiz. Mana do'stlar, YouTube boshqatdan kirmoqda.
Nima bo'layapti? Hozircha ochmay turamiz. Mana do'stlar, hamma yoqda yo'qotib, hamma yoqda boshdan boshlashim kerakmi deganlar uchun bunday qilishingiz shart emas. Yana bir bor hisob almashtirishga kirasiz va o'sha o'zingizni ochgan hisob turadi. Mana do'stlar, yana o'sha o'zingizni akkauntingizga o'tkazadi YouTube. Mana o'zimni akkauntim. Kanalim ham shunda. Bu juda ham oson. Yana bir bor hisob almashtirishga kiramiz. Hozir do'stlar ochib olsin. Yana bir bor kirdik. Hozir do'stlar biroz kutib turadi. Internet hozir biroz sekin ishlayapti. Mana o'sha akkauntga yana o'sha o'zingiz hozir ochgan, yangi ochgan akkauntga o'tkazasiz. Biroz sekin ishlayotgani uchun uzr so'rayman. Do'stlar, shunday ham bo'laveradi. Xullas, o'sha akkauntga o'tdi. Yana bir ustiga bosasiz. Mana kanal yaratish degan joy turibdi. Mana do'stlar, kanal yaratish degan joy turibdi. Mana shu kanal yaratishning ustiga bitta bosasiz. Va hozir do'stlar kirib bo'lgandan keyin yoqaman videoni. Mana do'stlar, ana shu kanal yaratishning ustiga bosganingizdan so'ng mana shunday menu chiqadi. Bu yerda kanalni nomini kiritishingiz mumkin. Xohlasangiz shunday qolaveradi. Rasmga bironta rasm qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun, o'yin haqida kanal ochgan bo'lsang, o'sha o'yinning rasmini qo'yib qo'yish mumkin. Men hozir mashina o'yin haqida kanal ochmoqchiman va kanal yaratishni ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng kanal yaratildi. Mana do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Mana kanalni ochish. Mana kontent yaratish mumkin endi. Bu juda ham oson. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, like va komment kutib qolaman. Ko'rishguncha, xayr.